Hörmətli vətəndaşlar, bugün Çislağa 2022 yılı 9. ayının 3. günü. Yukarıda körüp öttük ayrı makalılar şekilde, haberler şekli yetip gelgen Aksaray'ın bayanatçısı Devlet İşler Katibi Antony Blinken şundaqla Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Jungo Komitetinin fikrini, sözlerini ve ifade bildirişlerini ve ilan qilgan bayanatlarının mazmunundan haber tapdık vatandaşım. Biz her birimiz bir Uygur buluş süptimiz bilen Amerika Qo'shma Shtatlar şundaq ko'ngil bilib otgan bir vaqtda biz ham bu dokladga qarshi olamiz. Yakında fikirde, yaka bunda fikirde bulalmayız vatandaşım. Çünkü bular bir dünyavi organ. Dünyavi organdan cungudak bir devlet, yani başka devletler bilen bulunduğun münasebetleri bulunduğu vatandaşım. Hemmini beş kolda kılışın talep kılgılı bulmaydı o vatandaşım. Lekin bu katemki bu galiba Michel Bachelet'in bu dokulatı ilan kılışı intayim bir büyük galbidir. Uygur üçün aytqanda intayim büyük bir galbidir. Amerika Qo'shma Shtatlarda qo'zg'alib Uyg'uriston masalasi, Uyg'ur masalasi davomlashib mushiya kirgan 20 necha yildan beri bu endi bir jarayonni boshdan ko'chirib, jarayondan xulosa chiqarib, xulosa shaklda oxiri bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Yani Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya deylik, Fransiya deylik, Germaniya, Kanada deylik, Asiyada Yaponiya, Avustraliya deylik, mana bu şu g'arb davlatlari Uyg'urning kishilik huquqi to'g'risida yaqinqi 10 yil yoki yiroq aytganda 20 yildan beri so'zlab kelayotgan so'zlarning yoki ko'ngil bo'lishlarning ma'qullagan qonun loyiha va qonunlarning imzo qo'yilgan qonunlarning masalan o'tgan yili 12 ayning 23 kuni prezident Joe Biden imzo qo'ygandek ve 2020 yılı 6. ayının 17. günü Uygur ve siyaset kanununa sabık prezident Trump imza koygandak. Muşularının hemmisi yığıp gelsiniz bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın dokulatı dünyavi vaziyet yaratışının ölgisiyle emas tertibi. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetinin tertibi. Uzundan beri bu komitet mi Uygur'un kişilik hukuku köngül bölüp atkan gap. Ahire bu yıl 5. ayının 23. günü Michel Bachelet yaki komisariyat yukarı derecelik vali Qashqar ve Ürümçini ziyaret kıldı. Ziyaret kılışının jarayoni qandaq bo'lishini Amerika Davlat Meclis a'zolari baholadı ve dünyavi kişilik hukuk teşkilatları baholadı. Biz gapni shulağı berib biz Uygurlar elbette Michel Bachelet'nin kademi Uyguristan'a tekkelliği, Qashqar Ürümçiga yetip kelgenligidan ibaret muşu jarayonga biz razı bulup onun dinkin andın taleplerimizni davamlaştırımız vatandaşım. Ben dokulat ilan kılıngan günü nime dedim? Uygur meselesi kişilik hukuk davaneden olqıp öttü. Bu davandan öttü. Yani dünya siyaset sahnesiga çıktı. Yani dünya siyaset bilen muamele kıladigan devrge kirdi. Uygur'un kişilik hukuk dokulatının ahirki neticesi muşunda xulosalandı deb sizlarga shundoq so'zildim vatandaşım. Siz ma cümlege dikkat qilib bakın. Hozir men sizga takrorlab o'qib berdimmi yaqinda? Undaq emas. Bu dokulat tayyorlangan dokulat deydi. Mundaq bir önümlük kuchur tarqatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Jungo Komiteti. Mundaq bir kuchur tarqatdi deydi cümleden. Birleşken Devletler Teşkilatı'nı öz işçiga algan xalqaro jamiyatning hozir harakat qo'llanish kerakligini. Uyg'uriston masalasi irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat sodir qildi. Mushu asoslar yoki mushu fikrlar, mushu xulosa asosida Birleşken Devletler Teşkilatı'nı öz içiga algan xalqaro jamiyatning hozir harakat qo'llanish kerakligini bu önümlük uçur, taqatqan önümlük uçur. Ondan Jungo amaldarlarının
Şinjan Uyghur Abdunum rayonida sodir qilgan zo'ravonligining mas'uliyatini surishti qilishni kapolatga ega qilishdan iborat unumli bir uchurni taqatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Müstemlike Uyg'uristonning kishilik huquq ahvoli to'g'risida yuqoridagi dokument e'lon qildi. Bu dokument hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Jungo Komitetining bayonotida yuqoridagi natija berdi. Ya'ni Jungo Komitetimi xulosalab nima dedi? Hozir harakat qo'llanish paytining kelganligini qayd qildi vatandoshlar. Buni endi Jungo Komiteti qanday o'rinlashtirdi yoki qanday xulosalaydi va hukumatga Prezident Joe Biden hukumatiga qanday topshirdi? Bu rahbarlarning ishi. Lekin biz bugun oxirgi hisobda Uyg'ur xalqining beshig'i kelgan bu ofat kunlarni, bu baloyi ofatni jim turayotgan masalan, endi sanda namoyish qilsimi, o'ta Xitoyga tahdid paydo qilg'ida qalg'i kelgan emas Uyg'urlar. Shundoq ahvol ostida jim yoki normal hayot kechirayotgan bir millatga bu darajada zo'ravonlik qilishni dunyo ko'tara olmadi. Bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlari ko'tara olmadi. Shunga Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati va Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining uzundan birki Uyg'urga ko'ngil bo'lishi va bu ko'ngil bo'lishlarning oxirgi natijasi demak Şunda xulası keldi ve bu xulası avval Birleşken Devletler Teşkilatı'na oturup koyuldu. Şunun bilen türmeni, cezalarını ahırlaştırış doğrusunda Aksaray'dan işe katemlik bayanatı, Devlet İştirakatı ve Anthony Blinken'in bayanatı, Birleşken Devletler Teşkilatı, Katibi Guterres'nin, Antonio Guterres'nin bayanatı, Muşularning hammasi qo'shib kelsangiz, anda qo'shimcha Germaniyaning, Fransiyaning, Angliyaning bayonoti hozir qanday bo'ldi? Butun dunyo Uyg'ur masalasiga, Uyg'urdagi irqiy qirg'inchilik, Uyg'uristondagi irqiy qirg'inchilik, Uyg'uristondagi insoniyat qarshi jinoyat va bu jinoyatli irqiy qirg'inchilikqa xalqaro jamiyat qanday javob qaytarishi kerak? Mesele hazır mana şu nokta kelib to'xtadi vatandoshlar. Biz qo'llaymiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nı ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın dokumenti asosida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining e'lon qilgan qarori va fikrlarini bayonotini ham qo'llaymiz va shundaqla Oqsaroyning Davlat ishtirokati va Antony Blinkenning Muşundaq paytda Uyg'urlarga qayta Uyg'urning kishilik huquq ahvoliga qayta ko'ngil bilganligini muboraklaymiz, qarshi olamiz, hurmatli vatandoshlar.